Ramp 2 Shumtakalar filmini namoyish etadi. Prodyuserlar Serge Rosenberg, Claude Protet. Rejissyor Penny Olivier. Bola ko'ngli dalada, unga o'yin bo'lsa bas. Xoh yozu qish pallada tinib bilmas bir nafas. Shu bilan zo'rda bola, o'yin qaroq, shumtaga, g'avg'o solar dunyoga. Voh ko'pchilik, goh yakka. C'est bien tentant, baby police. Sans les parents, baby, fais des folies. Les bébés, Risette et Guilly, y a bien longtemps que c'est fini. Rose, bonbon, bleu, layette aussi, y a pas que la Bastakorlar Xavier Cabot, Gérard Olivier. Le boogie woogie et le rock aussi. À Baby City. Baby Police. Baby police, oh, c'est bien tentant, baby police, oh, et c'est marrant, baby police, oh, sans les parents, baby, fais des folies. Kichkintoylar shahrida jahon birinchiligi. Bir, ikki. Tizani balandroq ko'taringlar. Bir, ikki. Quvnora, chaqarra, tezroq chempionlar. Qo'ysangchi, bir ikki deb muncha niqtalaysan, biz ot emasmiz-ku. To'g'ri aytasan, axir biz ot emasmiz-ku. Kimni ustidan kulyapsizlar, tentaylar. Bunaqada bo'ladigan xokkey birinchiligida qolib chiqa olmaymiz. Pulgimizni qistatyapti-da o'zi. U bizni tushunmadi. Oh, diqqat, kichkintoylar. Klubimiz prezidenti kelyaptilar. Tayyorlandik. 1, 2. Nafas oling, nafas chiqaring. Qaranglar, Davud Jones janoblarini o'zlariga qanday bir salomlashib qo'yaylikchi. Salom, janob prezident. Salom, ishlar qalay yigitlar? Ular yigitlar emas, lochinlar janob prezident. Birinchilikda albatta g'olib chiqadilar. Birinchilik? Qanaqa birinchilik? Haligi birinchilikda janob prezident. Demoqchimanki, Maslahatlashish kerak, janob prezident. Buni jiddiy o'ylab ko'rish lozim. Bo'lmasa harakatimiz behuda ketaveradi, janob prezident. Hech qanaqa musobaqa bo'lmagandan keyin mashq qilishdan nima foyda? To'g'ri emasmi, janob prezident? Musobaqa yo'q, deng. Bundan xabaringiz bormi, Nestor? Seni-chi, bir ikki chivoy. Nega bu haqda menga aytmadinglar, ha? Xo'sh, Xo'jayin, shundoq ham ishingiz boshingizdan oshib yotibdi. oshib yotibdi. Arzimagan narsa deb o'ylagandik. Sport arzimagan narsa emas. bilasizmi janob prezident, sport bular uchun juda ham kichkina narsa-da. Shahrimizda bunaqa boshqa jamoa yo'q. Bilaman. Axir men prezidentman. Yo tavba, u prezidentligini bilarmish. Buni qara, prezident bo'la turib musobaqalar qanday o'tishini bilmasa-ya. Musobaqa uchun ikkita komanda kerak. Qo'ydi, ikkita komanda yo'q. Shu haqda o'ylamagan ekanman. Tezroq, Nestor. Men komandamni bu ahvolda ko'rishni istamayman. Tezroq hayda. Bir gap bo'lsa o'zim javob beraman. Endi nima qilamiz, a? Men jiddiy o'ylab ko'rishim kerak. Shoh sud barini umirsangmikin? Qorinlar ham juda och qilib ketdi-ku. Javramay tarsaychi. Bo'pti, ko'ndirdinglar. Mana endi ishimiz yurishadi. Kenja Davud Jonsni ketdan quvinglar. Nega endi, shef? Qizillab o'tib ketdimi? Demak, bir yog'liqqina ish borga o'xshaydi. Yo'qliqqina dinga. Siz donishmandsiz. Donishmand shoshyapti, tez etaringlar. Voy, so'rolmay qolgunlar. Papon o'z hamtovolari bilan Kenja Davudning orqasidan ketayotgan ekan, demak bunda bir gap borga o'xshaydi. Hey, taksi! Tezroq aravachani ta'qib qilayotgan mashina orqasidan yuring. Afsuski, Bogi, biz itlarni olib yurmaymiz-da. Oddiy emas, iskovichit. Unda boshqa gap.
So'rg'ichim haq ketyapti o'zi. Tupurdim. Baribir ertadan tashlayman. Kichkintoylar do'koni, o'yinchoqlar makoni. Marhamat qiling qani. Shu yerda to'xtating. Sizdan ikkita kubik va bitta vizvizak. Naqd to'lasam ham bo'ladi. Marhamat. Qaytibini kerak yo'q. Oh, merci. Katta rahmat. Kubikka chiqib o'tir, Boggi. Men kichkintoy mudira yoniga kirishim kerak. Meni bu bilan ishim yo'q. Mudira majlis o'tkazyaptilar. Hech kimni kiritma deganlar. Axir Hech kim bezovta qilmasin deganlar. Men bunga javobgarman. Bugun juda tarixiy kun bo'ldi, azizlar. Bu haqda mudira xonimning o'zlaridan eshitsak. Kichkintoylar shahri ishqibozlari. Shahrimizda xokkey bo'yicha kichkintoylar jahon birinchiligi o'tishini ma'lum qilishdan g'oyat xursandman. Yashasin! Unda Daud Jones Olimpiya terma jamoasi bilan bizning o'yinchoqlar makoni yulduzlari terma jamoamiz uchrashadi. Yashasin! Lekin bitta muammo bor. Hali bizning jamoamiz ham, o'yinchilarimiz ham yo'q. Jinursin, bu haqda o'ylamaganman-ku. Mana bu chalasini oling. Zo'r jamoa bo'ladi. Yaxshi fikr. Kimlar? Meni ya, hechamda. Men sport bilan shug'ullanaman, qarabsiz-ku. Boggini ularga trener qilib tayinlaymiz. men rozi emasman. Joyingda o'tir, qimirlama. Minnatdorman Daud Jones, o'yinda uchrashguncha. Ko'rishguncha, aziz mudira. O'yinda uchrashamiz. Yashasin OTJ! Yashasin OTJ! Yashasin OTJ! OTJ degani nima o'zi? Olimpiya terma jamoasi degani. OTJ yutadi! OTJ yutadi! Yashasin yulduzlar! Yashasin yulduzlar! Yashasin yulduzlar! Sport o'zi zo'r narsa-da, shef. O'chir ovozingni, galvars. Hammasi sohib jamollarini bitta o'pichi uchun a. Sohib jamollarini o'pichi, rostdanmi? Afsuski shunday, shef. Tizzalarni baland ko'taring. Chaqqarroq yigitlar, biz g'olib chiqamiz. Men qattiq hayajondaman. Bu meni birinchi o'yinim. Meni ham Boggi, meni ham. Sharmanda bo'lmasa kerak, shaharda duv-duv gap bo'ladi-ya. Yulduzlarni soldiramiz! Olimpiyachilarning ta'zirini beramiz. Yulduzlarni uchiramiz! OTJ yutadi. Savdoni ham beliga tepishdi. Shu ham ish bo'ldi-yu. Aziz teletomoshabinlar, biz o'z ko'rsatuvimizni Kichkintoylar shahridagi Kichkintoy sport maydonida olib boryapmiz. Nihoyat orziqib kutilgan vaqt ham keldi. Ko'p qoling, shlapaga ko'p qoling. Mana nihoyat Kichkintoylar shahrining ajoyib olimpiya terma jamoasi maydonga kirib keldi. Jamoa tuzilgandan beri ular mag'lubiyat nimaligini bilishmaydi va nihoyat o'yinchoqlar do'konining yulduzlari jamoasi ham maydonga chiqishmoqda. Bu jamoa ham hali biron marta mag'lubiyatga uchramagan. Hayajonli daqiqalar. Kichkintoy Amadeus boshchiligidagi orkestr Kichkintoylar milliy gimnini ijro etadi. Fais dodo, bébé, mon petit frère, fais dodo, t'auras du lolo. Fais dodo, bébé, mon petit frère, fais dodo, t'auras du lolo. Mana nihoyat o'yin boshlandi. O'yinchilar o'z joylarini egalladilar. Kichkintoy Alif so'rg'ichni uloqtiradi. Juda soz. Jamoa sardori uni qaytarishi lozim. Afsuski Shalpon quloq unga xalal berdi.
Jonli devorga tiziling, so'ri devor. devorga. O'yinchilar jonli devorga tizilishadi. Yulduzlarning to'pirari kichkintoy Naynov ham ular orasida. G'aroyib zarba. Olimpiyachilar jamoasi sardori so'rg'ishin raqiblar maydoniga uloqtiradi. Mana uni zarba desa bo'ladi. Jarima to'pi! Urasanmi yo mo'ljallab turaverasanmi? Xudoyim, halol bermasang-chi. Bo'la qol, Alif. Mana nihoyat sarosimadan foydalangan Papon g'aroyib zarba beradi. Va so'rg'ichni o'raga tushiradi. Biz yutdik. Menga esa kim yutganda farqi yo'q edi. Yashang, mudira xonim. Sizni jamoangiz bu o'yinda g'olib chiqishdi. Endi men g'olib topishim kerak. G'oliblar jamoasi faxriy shohsupa tomon ketyapti. U yerda o'tirganlar orasida janob hokim ham bor. U baqol tezroq o'p. Biz yutdik. Ishongim kelmayapti. Jahon birinchiligi g'oliblari, sizlarni chin dildan tabriklayman. Men siz bilan faxrlanaman. Axir Asosiy sovg'a esa g'oliblar jamoasi treneriga nasib etadi. Meni qahramonim. Biz ayiqcha yutdik, biz ayiqcha yutdik, biz ayiqcha yutdik. Yashasin, yashasin. ma, ayiqcha bilan qo'shbozor bo'l. Kichkintoy papam buni deb jonini jabborga bermagan edi. O'yinchoq uyimizda ham tiqilib yotibdi. Ketdik uyga shapaqloqlar. O'pish va'da qilib, ayiqcha berishsa-ya, g'irromlar. Mana, meni jamoam bilan o'ynaydigan jamoa ham qolmadi. Tengi yo'q qahramonim. Suv qo'shilgan sut. Aziz teletomoshabinlar, men o'z reportajimni o'yinchoqlar makoni oldidan, ya'ni kichkintoy Isquar Boggi navbatdagi o'g'rilikni oldini olgan yerdan olib boryapman. Yana o'sha tirrancha Boggi. Ta'qib nihoyasida o'g'rilar mashinasi sirli suratda bulut ichida g'oyib bo'ldi. O'sha xo'jayin. Soqolim bilan qasam ichaman, hammasiga o'sha aybdor. O'g'irlik qilgani ham qo'ymaydi polis. Bolalarni qo'rqitishga ham. Uni deb mashinamizdan ham ajradik. Aybdor. U bizni emas, kichkintoylar ko'z oldida aybdor bo'lish kerak. Keyin qarabsizlarki, o'sha isqonlardan butunlay qutulamiz. Xo'jayin, siz dohiysiz. Tezroq bo'ling. Do'kon ochishimiz kerak. Singiz yangidir-a? Har doimgidek yangi va yog'li. Ha? Hammasi joyida, shef. Sut keldi. Sut keldi. Ushlang o'g'rini! O'g'rini ushlang! Shuncha sutni to'kamizmi, ha? Mitti olvasda borini arqon qizvorlaring degan. Jim bo'llaring. Bu yerda men buyruq beraman.
Qani aytlaringchi, mana bularni nimaga o'rnatganman, galvarslar? Ha? Bu nima, shef? Bu suv, Ovsar. Bu esa sut. Bir shisha sutdan 2 shisha qilamiz. Keyin biz ularni 3 baravariga pullaymiz. Shunda qancha foyda olamiz? Keyin hisob-kitob qilib olasanlar. Qani, ishga kirishlaring. Sutni tog'orga ag'darlaring. Men anavi iskor bilan shug'ullanaman. Ya, bu qanaqasi o'zi? Aniq bilaman, yana bittasi bo'lishi kerak. Ha. Ertadan boshlab tashlayman. Iskor bogi bo'ladilarmi? Sizda zarur ishim bor edi. Iltimos, menga biror ichimlik bersangiz. Apelsin sharbatimi yo suvmi? Meniki hech oqol icha olmayapman. Bu nima gapi? Tut yo'q shaharmi? Savdoni ham beliga tepishdi. Buni qaysi ablah qilganini bilsam edi. Politsiyaga ham bahona topildi. Bo'lmasamchi. Endi o'tganga ham ketganga ham so'rg'ich puflatishadi. Qonun nomi bilan eshikni oching. Agar so'rg'ich puflatgani kelgan bo'lsang, xato qilasan. Hazilni yig'ishtir, bogi. Sutni sen o'g'irlaganing haqida maktub oldik. Maktub imzosiz bo'lsa kerak. Buni ahamiyati yo'q. Uyini tintuv qilish haqida buyruq bor. Iloj qancha bemalol tintiver. Seni qarayo'q, Sherlock Holmes. Shkaf ichida nima bor? Papkalar, faqat papkalar, kichkintoy Oskar. Qonun nomi bilan sen hibsga olinding, bogi. Kichkintoy bogini himoya qilish unga topshirilganmi? Iskor bogini sut o'g'irlashda ayblasa, aql bovar qilmaydi. Bu dunyoda nimalar bo'lmaydi deysiz? Ammo bunday go'zal himoyachim bo'lishini men ham jon deb xohlardim. Men himoyamdagi bogi bilan ko'rishishim kerak. Kiring. Men aytgan narsani olib keldingizmi? Lekin to'g'ri qilyapmizmi? Gapimga ishoning. Haqiqiy jinoyatchini topish uchun bu yerdan chiqib ketishim kerak. Rahmat. Sizga ishonar edim. Ko'rishguncha xayr. Xayr. Ishim juda ham ko'p. Hali shaharni aylanib chiqishim kerak. Sen shu yerda qimirlamay o'tir. Xavotirlanma. Ko'rishguncha xayr. Jin ursin. Hamma yo'lni yig'ishtiribdi-yu. Lekin baribir biron dalil topishim kerak. Shkafga sutni kim soldi ekan? Ya tavba. Bu nima? Uni kimning qo'lida ko'rgandim? Kimning qo'lida? Iskor bogi bo'ladilarmi? Endi bildim. Bu somon yo'lini oxirida sizni kutaman deb o'zi kelmaganda, shu paytda u shkafga sut shishalarini joylashtirgan ekanda. Demak, seni qo'yib yuborishdi-da. Vaqtinchalik. Bilaman, sen bu ishni qilmagansan. Baribir ham sut berishmayapti. Qaytib kelganim uchun bir otamlashaylik. Jondirdim, lekin men ichmayman-da. Ichmayman? Kroner, beri kel, yordamlash bor menga. Kechirasan, og'ayni.
Kichkintoy kronni ichidan tashlabdi-da. Sutku. Ichmayman degan. Sutni kim o'g'irlaganini ham bilmassan, shundaymi? Afsuski shunday. Iloj qancha, ko'rishguncha. Bu juda noyob o'yinchoq. Bir muxlisim sovg'a qilgandi. Bor yo'g'i 2 shishami? Istasang shu, bo'lmasa o'yinchog'ingni olib ket. Tirrancha papunku. O'zim ham shunday deb o'ylagandim. Bogi, sayr qilyapsanmi? Unga haqiqiy jinoyatchilar kimligini endi aytmoqchi edim. Og'zimni yelimlab qo'ydi. Voy, endi haqiqat faqat sudda oshkor bo'ladi. Janoblar, olamshumul rejamning birinchi bosqichi muvaffaqiyatli o'tdi. Endi rejamning ikkinchi bosqichiga kirishamiz. Men o'sha ustuvor uchun eng berahm sudya tanladim. Tinchlaning. Sud kelyapti. Voy, voy. Hozir biz aybdorga chiqarilgan hukmni o'qiymiz. Men qarshiman. Himoyamdagi odam aybdor emas, hali u sud qilingani yo'q. Sariq kubik, axir bu tirrancha papunku. Qarang xonim, biz bu yerga picharlashgan emas, bogini qamagani yig'ilganmiz. Ha, qamash kerak. Sud o'g'risi. Men bir guvohni chaqirtirishlarini so'rayman. Guvohni chaqiring. Ismingiz, kasbingizni sudga ayting. Kichkintoy kroner, pianist, haqiqatni va faqat haqiqatni gapiradi. Juda soz, xo'sh nima demoqchisiz? Men bir necha marta Moviy Shiqildoq ko'chasidagi ikkinchi uyga borgandim. Buni ishga aloqasi yo'q. O'sha uydan 2 barobar qimmatiga sut olganman. Guvoh o'sha yerda ikkita nusxa bilan uchrashgan. Biri pakana, ikkinchisi Naynov. Ularni tirrancha papon bilan birga ko'rishgan. Bas qiling, sud uni ishga bilan topildi. Bataylab qilingan ig'vo. Ammo jinoyatchi menikida ashyoviy dalil tushirib qoldirgan. Ashyoviy dalil? Meni kubigim. Mana endi kimligim ma'lum bo'ldi, papon. Boshqa shapaqlolar. Meni motosiklim. Aziz teletomoshabinlar, men o'z reportajimni o'yinchoqlar makoni oldidagi avtomobillar to'xtash joyidan olib boryapman. Hozirgina Esquire Boggi bir guruh jinoyatchilarni fosh etdi. Baby, fais des folies.